podval bo'lyapti. Bu yerga podval bizga kuxni bo'ladi, polniy kuxni nabor qilamiz. Mana bu tomondan bu yerga o'tirib yeydigan joy. Bu yer lestnitsaning joyi. Mana bu birinchi qavatdan ikkinchi qavatga chiqadigan bu yer sanuzel. Bu yerda qo'l yeydigan joy. Bu yer kachena qilamiz. Hali noma'lum. Bu yer nima bo'ladigani hali noma'lum. Hozir bitta birinchi va ikkinchi qavatlarni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerdan biz birinchi qavatga bir 8 ta lestnitsa bilan chiqamiz. Bu yerda mana bu chiqayotgan lestnitsaning joyi. Bu yer u tomon bitta spalniy bo'ladi, bu yer devor bo'ladi. Bu yer hol bo'ladi. O'tiradigan prosta hol открытый. Bu yer devor qilmaymiz. Planda shunaqa. Bu yer bitta spalniy. Hozir ustalar bu yerga yotyaptilar. Bu yer spalniy. Hozir ikkinchi qavatni ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bu yer ikkinchi qavat. Mana bu lestnitsadan chiqishga o'ngga bitta kattaroq spalniy. Bu yer hozir bo'linmagan. Bu yerni bo'lamiz gipsokardonda. Ikkita detski bo'ladi. Prahod, detski, bu yerga eshik bo'ladi. Bu lestnitsaning joyi. Derazadan ordaga biz balkon qo'yganmiz. 1, 2, 3 ta deraza. Mana bu eshik bo'ladi. Bu yer prosta eshik ochiladigan. Mana bu yuqoridan ko'rinishi u tomonda. Xudo xolasa yana videolarni muntazam qo'yib borishga harakat qilamiz.